Bu yaxshi amalken. Rahmat. Tezroq bo'lay. Yana mening nurg'un ishlarim bor. Qani aytinglar-chi, Batur azimatlarim, og'rig'inglar qanday qaraq? Rostini aytganda ahvol ancha yaxshi emas. Og'riqlar kunga ko'payib bularga hardiq yetib qapti. Tinish joy tepib, obdan aram oldirmasak bo'lmag'idek. Harg'inlikni chiqarishga misha muvofiq ekan. Meningcha, suvmi bor ekan, o'tchakmi qo'yiq ekan. Bo'pti, mushu joyda 2-3 kun aram olaylik. Shunda qisab, hammamiz maqturimizga kelamiz. Buningga ishinimi? Alis bilan bo'lisdan anglasam mangmaydigan bo'pti-ku. Nimishqa bu yerda to'xtab qolamiz? Ko'pchilikka ardiq yetibdi. Mushu joyda 2-3 kun dam oldigan bo'ldik. Undaq bo'lsa, uni izginamsan. Men sening o'rningda bo'lgan bo'lsam, bu fursatni ching tutgan bo'latdim. Nim bo'lding? Uni bakrak tushunging yo'qmi? Sen muvaffaqsan-da. Albatta. Hammani ko'rgan tursan. Bo'pti. Sening cho'q qandaqki?
Bek güzelken şunu ızdırap men. To'g'ri, deganing to'g'ri, hozirda boray. Bo'lmasa, sana hamroh bo'lib berish beraymi, ha? Ma'qul. Ko'rinib qolma yana. Acaba to'xtab qoldik-ku. Nima shu bo'lgandi? Azlik yetib keldikmi ya? Endi mamont ekanmiz, ha? Nima? Sizlarga nim bo'ldi? Hammamiz yurib ketdik. Sen ba mush yerda 2-3 kun aram olishni qaror qildi. U mehilqi chishirni izdigidak. Biz uni boylik ko'rgan. Raskagatda, ras. Sen ba uni cho'qim topidi. Muhabbat, shirin muhabbat. Mush muhabbatning oxir qanday bo'ladi? Buni kim topa oladi? Tepishdan aytdi ya. To'qqandan beri chatqonliqni oqtirib chiqdim. U chishirni zarli topolmadim. Nima? Ayliq joni bilan kelishmaslikka uchrab qoldimi ya? U ash chatqonliqda bekib yotadi. Karel to'g'ri deydi. Hozir aram elyapti. Hepsi üstüme sek bağıdı. Ay, qaranglar. Xap, Simba, xap. Bizni yengib oldi. Tali odin kep qoldi. Shundaqmi alalari? Simba'nın menmençiliği çidiyanmadım. Onunla gücümü yitiretti. Shundaq. Albatta shundaq bo'ladi, alalari. Ama sen degan hech nimaga yarmaydigan narsa. Yaramagan bilan aql ko'z ishga tozoq qurishga bek ustaman degan. Senin qurgan tozoqlaring kakenmidi. Nima deb tilni hujum qilatmadi? Ular degan Simbani ittifoqlashtirib tursa. Bunu bilemen. Kalva. Amal izdavatımı. Biz bir yer asti yo'li qolib ularga hujum tutuvchi qilsak bo'lmamdi. Bu maslahat bo'lmamdi. Mında qilayli. Bir tizimlik turg'izayli. Nima tizimlik? Ularning ittifoqlashlari qaysilakin? Tushundingmi? Hozirli bezir. Tez. Herib bilay dedim. Yakışımsız güzel ışık. Münasım seyrek kuşkaş. Yakışımsız münasım seyrek kuşkaş. Sinba'nın dostu barım. Siz de derya boydu köygen tok. Bir demde ketip kapsız. Ismaz değil mi? Farma. Sinba ayrılış vaxtında sizden gözünü üzülmedi. O sizni pek yaxşı görüdü. Amisi yaqinlab qolgan vaqtimda nimishki meni qo'g'lab etdi? Yo'q. Undaq emas. Sinba sizni qasddan qo'g'lamadi. Rost qasam beray. Sizni ayab kesgan degandi. Yo'l serkun daryo bo'yiga nurg'ilgan tozoqlarni qurib chiqqan. Shu joyda sizning hayotingiz xatar ichida qolgan. Sinba butun niyati bilan sizni qo'g'damoqchi bo'lgan. Rostmi? Onaga gap ketmaydi. Mamasi o'zidan so'rab beqqan. Tezligina Simba qandoqroq. O degan ulug' botir Oqko'l podsho. U hamma fuqarolarga ko'ngil biladi. Seri qushqash, hozir nima etdi? Yana timsoq. Ularning hammasi odamni bezar qiladigan ablaqlar. Kepinak, tiyin, bug'a, at, qağa, toshqan. Hammasini yozib qo'ydim. Hammasini yoz, ha? Albatta, hammasini yozib qo'ydim. Hamma bular yirtqishoy, vallahi hammas. Kalva! Sen sapı kalkınmaz nefslerini kesilkensen. Beni beka aldın sepki özağını öğretirdim ben. Aytqıcılım ben alayları. Bizning ittifoqdoshimiz zeriqar. Sen balag'aman bu shaharlar cho'qim taqabultira olaydi.
Allah karanlık düşüp ketdi bu. Vaqt nemi degan tez o'tgan ha. Havo ajab tuyg'usiz tutilib ketmadı bu. Böyle diş, kara bulut koşatıdı. Bu nime? Ey, Urak, tez karagını? Ben uxladım. Kulak seninle çok elit avaz kelatıdı. Ben ağladım. Nime avazlıqını uxamavatım ben. Gon kıgan avaz kelivatıdı. Bire 201 dikin dep ensiravatı men. Sen ba yoktursa, avaz bağın sıra yıkılışmatıdı. Bir de berden ovoz ekan. Xatolaşmaqanlar bo'lsam cho'qim ara. Hey, Suriqa erkan juma, asalar samaskan. Ha, diqqat qilinglar. Suv kiringlar. Ha, diqqat qilinglar. Kulib tushinglar. Çapsan soğuk şu olayla çapsan. Çapsan bu olayla tez. Bulayla çok Asalar ismikin deptimen. Asalar ismikin uzun bo'lgan diye. Oy. Hey Simba! Emrahların seni karnı ucumu uçurdu. Erleme köpken. Çapsan bargayın haytkın. Tez bol. Çapsan bol. Kara, sen basız bilen görüşünü kaçlık arzu kılıdı? O sizden izlep alaydan geldi. Alaydan izlep geldim ha. Karama, köl bayığı çeder bergahime çıktı. Ana av yedi. Anne iş bitti. Sen boyunu ne kötkendu? Yok, yana başlayıp kan oldu. Ben de kulağını kesilgan boldu dep dikenmen. Nemiş kundak bolgandı? O beni yaratmaydı kendi. Başkaça aydı bana. Ona çok kötü sever baba. Sebebini bilmem. O beni fakat yaxşı görmeydi ki. Ben bir bakayım. Nemiş kutet diken. Kızımla! Ben de meseleyi kabuldum da tükeme. Çapsan bulunla. Soğuk edre verinla. Balam! Balam! Ya! Ya! Ya kız bana üzerine kaldı mı? Silva! Çendim. Anamın işketkenliğini çendim. Ben bir bunu gidip bile. Oh, ben yakşı oldu. Yakşı oldu. Kartım ola öyle süpür ki ola. Çok yakın tuzağa Türk'ümün öpüştü. Osman deseme, ulan ködür yüteyle! Bürkütle, ulanı koğulu et ola.
Anacığım. Forno, siz ketme. Sen bu hazırlık kilidi. Onim bek kergidek. Meni kösül qıçıvassa. To'xta, tushuntirib qo'yay. Seni qari keldi, tez qochayli. O'zimizni toldiq eli. Chidab turolmay yordam berib chaqiring. Endi bo'ldi, ular esga erishdi. Bu vazifa osonga tushmadi. Biz uzoq qolmay Forna ismli bir malikaga ega bo'lamiz. Rasma? Yalg'a aytmayotidi sen, ha? Gapim xato chiqmaydi. Bu malikaga men uni tirishchanligim bilan erishdi oladi. Rasma? Bu atma. Keyin qanday bo'ldi? Keyin sen uni qutqizib oldi. Harla uni hujum qildi. Shundoq ular uchrashgan chig'itla muhabbat paydo bo'ladi. Buni hech kim do'st yapmaydi. Ulug' Simba. Endi sen bol topayli. To'xta. Korkma, ben bak. Beni tutuyla.
qo'shilishingizga qarshi olaman. Rahmat do'stlarim, sizlarga chin qalbimdan rahmat. Men hozir oq ko'ngil, vafodorlik bilan meni o'ziga makliya qilib olgan bu go'zal qizni to'lib tashqan xo'jalik ichida sizlarga tunishtiraman. Farna Sinbaning qishig'i keldi. Sinba intayin baxtga cho'mdi. Bundan keyin Serkonga qanday taqobil turdi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.